Osteopatiya, kinezologiya, olov massaj nima? Ko'p odam og'riq, charchoq, asabiylik bo'ladimi yoki uyqusizlik sababimi dori bilan davolashga harakat qiladi. Lekin organizm o'zini o'zi tiklaydi. Biz shu imkoniyatlarni yaratib beramiz. Osteopatiya bu qo'l orqali davolash usuli hisoblanadi. Suyak, muskul, bo'g'im, ichki a'zolar o'rtasidagi muvozanatni, yelka, bosh og'riqlarini bartaraf qilishga yordam beramiz. Qon aylanishi va nerv tizimini yaxshilanadi. Osteopatiya usulida. Kinezologiya bu mushak tizlari orqali organizmdan so'rab olinadi. Bunda yashirin stress bo'lishi mumkin, bloklangan joylar bo'lishi mumkin. Asab tizimiga tushgan yukni kamaytiramiz. Emotsiya va tanani birga korreksiya qilish usullarimiz bor. Tana yolg'on gapirmaydi, javobini o'zi aytadi. Kinezologiyada o'shanday diagnoz qo'yiladi. Olovli massajimiz bor. Olovli massajda spazmni oladi. Olovli massaj sovuq qotishni ketkazadi, qon aylanishini kuchaytiradi. Bu qo'rqinchli emas. Nazorat ostida xavfsiz bo'ladi bu. Odam tanasini bosh miya va nerv sistemasi boshqaradi. Vegetativ nerv sistemasi bo'ladi. Simpatik nerv sistemasi, parasimpatik nerv sistemasi va metasimpatik nerv sistemalarga bo'linadi. Va simpatik nerv sistemasi faoliyatida yurak urishi tezlashadi, qon bosimi ko'tariladi, qorinda hazm susayadi, qo'rquv, stress boshlanadi, qon tomir torayadi. Parasimpatik nerv sistemasida yurak urishi sekinlashadi, hazm faollashadi, uyqu, immunitet yaxshilanadi. Metasimpatik nerv sistemasi u organizmlarni o'zlarini boshqaradi. Masalan, ichak sistemasidagi metasimpatik nerv sistemasi ayrim hollarda ikkinchi yurak deb ham ataladi. Simpatik va parasimpatik nerv sistemalari bir-biri bilan mutanosib holda ishlaydi. Simpatik va parasimpatik organizmda mutanosib ish olib boradi. Agar bu mutanosiblik buzilsa, buni to'g'rilash kerak bo'ladi. Simpatik va parasimpatik nerv sistemasini o'zaro mutanosib ishlashini buzilishi nimaga o'xshatish mumkin? Buni televizorning pulti buzilib qolganga o'xshatsa bo'ladi. Pultni sozlasa, simpatik va parasimpatik nerv sistemasini mutanosiblikni to'g'rilagan bo'lamiz. Agar bu mutanosiblikni buzilganligini ko'rsak, buni albatta tuzatishimiz kerak bo'ladi. Kinezologiyaning vazifalaridan biri nerv sistemasi bilan ishlash bo'ladi. Mening ismim Abdushukur. 26 yillik ish tajribasiga ega yuqori malakali